U juda adolatli, juda saxovatli, qalbi pok, shoh va buyuk payg'ambar edi. Sulaymon payg'ambarning insonlardan, jinlardan va turli hayvonlardan iborat katta bir qo'shini bor edi. Bir kuni lashkari bilan to'g'ri Makkaga yo'l oldi. Ka'bani ziyorat qildi. U yerda ko'p ibodat qildi va qaytishda cho'lda to'xtab dam oldi. Sulaymon payg'ambarning Hudhud nomli bir qushi bor edi. Negadir u ko'rinmay qolgandi. Nima uchun Hudhud ko'rinmayapti yoki u adashib qoldimi dedi Sulaymon payg'ambar. Ko'p o'tmay Hudhud ko'rinish berdi. Sen qayerda eding? Dedi Sulaymon payg'ambar. U men siz bilmagan bir narsani bilib qoldim dedi. Hudhud Saba degan yurtga borgandi. Sabaning Bilqis ismli malikasi bor edi. Malika Bilqis va xalqi quyoshga sig'inishar edi. Chunki ular Allohga ishonishmasdi. Vaholanki quyosh Allohning yulduzlaridan bir yulduz edi xolos. Va osmonda juda ko'p yulduzlar bor edi. Quyoshga sig'inish aqlga hech to'g'ri keladimi? Iblis ularni juda qattiq aldab qo'ygan, dedi Hudhud. Ular quyoshga sig'inadilar, ammo osmonlar va yerning Robbisi bitta. U yagona va o'xshashi yo'q Allohdir. Sulaymon payg'ambar Saba ahlini va malika Bilqisni ogohlantirishi, ularga quyoshga sig'inishdan qaytarishi kerak edi. Chunki u ham shoh, ham payg'ambar edi. Darhol Bilqisga xat yozdi va Hudhudga buni unga yetkaz deb buyurdi. Hudhud xatni oldi. U qanotlarini yoyib Bilqis saroyi tomon uchdi. Sulaymon payg'ambar maktubida nima yozgan edi? Bilqis maktubni ochgach bilib oldi. Unda siz va sizning xalqingiz quyoshga sig'inishni hoziroq to'xtating. Yer, osmon va quyoshning Robbisi bo'lgan Allohga iymon keltiring deyilgandi. Bilqis xatni o'qib chiqqach, qo'mondonlarini chaqirdi. Ulardan ba'zilari Sulaymonga urush e'lon qilaylik, jang qilaylik dedi. Ammo Bilqis aqlli malika edi.